Sessiya qatnashchilari, bugungi xalq deputatlari Toyloq tuman kengashining 22-sessiyasida 24 nafar deputatlardan 22 nafar ishtirok etmoqda. Kvorum mavjud. Sessiya ishida xalq deputatlari, Samarqand viloyati kengashi deputatlari, Toyloq tuman hokim o'rinbosarlari, ijro organlari, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar rahbarlari, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. Xalq deputatlari Toyloq tuman kengashining 20-sessiyasini ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Ochilsin. Ochilsin degan taklif tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, birozdan tasdiqlandi. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Ikkinchi Qo'rg'oncha saylov okrugidan saylangan deputat Kasimova Kamola Ismatullayevani sessiya kotibi etib saylash taklifini kiritamiz. Boshqa takliflar bormi? Ma'qul. Ovozga qo'yaman. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Deputat Kamola Ismatullayevni o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sandiq komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sandiq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. Birinchi, Qurbonova Visola Abduraimovna 16-O'zbekiston saylov okrugidan saylangan deputat sandiq komissiyasi raisligiga. Ikkinchi, Urinov Ibrohim Tursunpo'latovich 4-Eski Juma saylov okrugidan saylangan deputat sandiq komissiyasi a'zoligiga. Uchinchi, Mamadaliyev Abduhalil Shodmonqulovich 21-Taraqqiyot saylov okrugidan saylangan deputat sandiq komissiyasi a'zoligiga taklif etilmoqda. Sandiq komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Ma'qul. U holda sandiq komissiyasi a'zoligiga nomzodlar ro'yxatini ovozga qo'yaman. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sandiq komissiya a'zolari, marhamat, o'z vazifangizni egallashingiz mumkin.
Bugungi xalq deputatlari To'yloq tuman kengashining 20-sessiyasi kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga 6 ta masala kiritilmoqda. Birinchi, tashkiliy masala. To'yloq tumani hokimining 2026-yil 2-fevraldagi Haqverdiyev Jahongir Shomurodovichni To'yloq tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimidan ozod etish to'g'risidagi 32.7.104 sonli qarorini tasdiqlash to'g'risida. Ikkinchi, To'yloq tumani hokimining 2026-yil 2-fevraldagi Rajabov Jo'rabek Sanaqulovichni To'yloq tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlash to'g'risidagi 34.7.104 sonli qarorini tasdiqlash to'g'risida. Uchinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi FQ 392 sonli qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan chora-tadbir rejasini tasdiqlash to'g'risida. Keyingi masala, xalq deputatlari To'yloq tuman kengashining 2024-yil 27-dekabrdagi To'yloq tumanining 2025-yilgi mahalliy byudjetini tasdiqlash to'g'risidagi 7.4.021.104 sonli qaroriga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Keyingi masala, 2026-yilda To'yloq tumani bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risida. Keyingi masala, To'yloq tumanida ayollar daftarida turgan 6265 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarni ayollar daftaridan chiqarish bo'yicha amalga oshirgan ishlar yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Noila Mehrojna Qambarizovaning hisoboti to'g'risida. Taklif etilayotgan kun tartibi yuzasidan boshqa takliflar bormi? Ma'qul. Bu holda kun tartibini ham ovozga qo'yaman. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruza uchun 15 daqiqagacha, so'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 3 daqiqagacha vaqt ajratiladi. Boshqa takliflar bormi? Unda sessiya reglamentini ham ovozga qo'yaman. Munosabat bildirishingizni so'rayman. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, sessiya reglamenti ham bir ovozdan tasdiqlandi. Endi sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar muhokamasini boshlaymiz. Kun tartibidagi birinchi masala, To'yloq tumani hokimining 2026-yil 2-fevraldagi Haqverdiyev Jahongir Shomurodovichni To'yloq tumani hokimi yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimidan ozod etish to'g'risidagi 32.7.104 sonli qarorini tasdiqlash to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishimiz kerak. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ushbu masala bo'yicha To'yloq tumani hokimining 2026-yil 2-fevraldagi Haqverdiyev Jahongir Shomurodovichni To'yloq tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimidan ozod etish to'g'risidagi 32.7.104 sonli qarori qabul qilingan bo'lib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlashimiz lozim. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi qo'llaringizga tarqatilgan, tanishib chiqqansiz. Ushbu qarorni munosabat bildirib tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar? Betaraflar? Yo'q, bir ovozdan qaror tasdiqlandi. Kun tartibidagi ikkinchi masala, To'yloq tuman hokimining 2026-yil 2-fevraldagi Rajabov Jo'rabek Sanaqulovichni To'yloq tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlash to'g'risidagi 34.7.104 sonli qarorini tasdiqlash to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishimiz kerak. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ushbu masala bo'yicha To'yloq tumani hokimining 2026-yil 2-fevraldagi Rajabov Jo'rabek Sanaqulovichni To'yloq tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlash to'g'risidagi 34.7.104
Q-26 sonli qarori qabul qilingan bo'lib, ushbu qaror loyihasini tasdiqlashimiz lozim. Rajabov Jo'rabek Sanaqulovichni qisqacha tanishtirib o'taman. Rajabov Jo'rabek Sanaqulovich 1979 yil 9-sentyabrda Sirdaryo viloyati Sardoba tumanida tavallud topganlar. Ma'lumotlari oliy. 2001 yil Jizzax davlat pedagogika instituti, 2003 yil Samarqand davlat universitetining geografiya, iqtisodiy bilim va tadbirkorlik asoslari o'qituvchisi, mehnat iqtisodiyoti mutaxassisligi bo'yicha tugatganlar. Mehnat faoliyatlarini 1996 yil Sirdaryo viloyati Sardoba tumanida 2-maktab sardori, 1996 yil 2021 yillar Jizzax davlat pedagogika instituti talabasi, 2001-2002 yillar Samarqand shahri 8-maktab o'qituvchisi, 2002-2006 yillarda Samarqand 2-son pedagogika bilim yurti o'qituvchisi, Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati boshlang'ich tashkiloti yetakchisi, 2006-2012 yillar Samarqand shahar Siyob pedagogik kolleji ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, 2012-2013 yillarda Samarqand shahar Siyob pedagogik kolleji o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, 2013-2018 yillarda Samarqand pedagogika va xizmat ko'rsatish kolleji o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, 2018-2020 yillarda Samarqand pedagogika va xizmat ko'rsatish kolleji direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchisi, 2020 yil 2026 yillarda Jomboy tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari hamda ayni damdagi lavozimlari 2026 yildan boshlab Toyloq tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosarlari lavozimiga tayinlandilar. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi qo'llaringizga tarqatilgan. Ushbu qarorga munosabatingizni bildirishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan tasdiqlandi. Jo'rabek Sanaqulovich, sizni Xalq deputatlari tuman kengashi jamoasi nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ular hozirda deb izoh berish kerak. Hurmatli deputatlar, nima uchun bu tashkiliy masala ko'rildi? Bir lavozimda 5 yildan ziyod ishlagan hokim o'rinbosarlarining faoliyati tahlil qilindi va bizni tuman bilan Jomboy tumani aynan mana shu yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosarlari 5 yildan ortiq muddat ishlaganligi inobatga olinib, rotatsiya degan tizim bor. Shu davlat siyosatida mana shu rotatsiya qilindi. Ya'ni bizning o'rinbosarimiz Haqberdiyev Jomboy tumaniga o'rinbosar bordi va Jomboy tumani mana bugungacha faoliyat yuritgan Jo'rabek Sanaqulovich mana bizda ish boshladi. Shuning uchun sizlarda to'liq bir tasavvur bo'lishi kerak. Bizning o'rinbosarimiz qayerga ketdi, nima bo'ldi degan. Bizning o'rinbosarimiz demak Jomboy tumanida faoliyatini davom ettiradi. Endi kun tartibidagi keyingi masala muhokamasiga o'tamiz. Kun tartibidagi 3-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi PQ 392 sonli qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishimiz kerak. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ushbu chora-tadbirlar rejasi yuzasidan taqdimot qilish uchun so'z Toyloq tumani hokimi Rahmatullayev Behzod Rahmatullayevga beriladi. Marhamat, Behzod Rahmatullayevich. Rahmatlar so'zingizga hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Yuqorida qayd etilgan qaror hurmatli prezidentimizni 2025-yil 27-dekabrda qabul qilingan 392-sonli, ya'ni Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu qaror tarixiy qaror desak bo'ladi, chunki hurmatli prezidentimiz mana shu viloyatimizga 2025-yil 25-noyabrdagi tashriflari vaqtida Urgut tumanida demak ham tashkiliy sessiya ham faollar yig'ilishi o'tkazilgandi va shu yig'ilishda hurmatli prezidentimiz tomonidan vazifa qo'yilgandiki, Samarqand viloyati ishsizlikdan va kambag'allikdan chiqarish bo'yicha metodik viloyatga aylanadi va mana shu metodik viloyatga aylanish bo'yicha har bir tuman shahar o'zini dasturini ishlab chiqadi va o'sha dastur tasdiqlanadi
fikr bildirganlar. Mana bir oy muddat o'tgandan keyin hurmatli prezidentimiz tomonidan mana shu qaror qabul qilindi, tarixiy qaror. Bizni tumanimizga har bir tumanda loyihasi tasdiqlangan bo'lsa, o'sha berilgan takliflari tasdiqlangan bo'lsa, bizni tumanimizda ham berilgan barcha loyihalarimiz tasdiqlanib, jami bizni demak tumanimizga 75 milliard so'm ajratildi. Bitta mana shu qarorni o'zi bilan, ya'ni bu qarorda bizlar kiritilgan masalalarni mana bitta-bitta to'xtalib o'tamiz. Har bir mana shu qarorda belgilangan loyihalar bo'yicha jami demak ajratilayotgan mablag' umumiy investitsiya dasturlari barcha manbalar hisobidan 300 viloyatimizga ajratilayotgan mablag' doirasida tumanimizga 334.8 milliard so'm ajratilyapti. Shundan e'tibor beringizlar. Investitsiya dasturi doirasida 124.3 milliard, mahalliy infratuzilmasiga 121.6 milliard, driver loyihalari uchun 9.3 milliard, xizmat ko'rsatish sohalari uchun 11 milliard va yuqorida qayd etilgan hurmatli prezidentimizni 392-sonli qarorlariga asosan 75.2 milliard so'm taqdim qilinyapti. Demak, bu yerda mahalliy infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 3 ta mahallada bizlar rejalarni boshladik. Bu Chorbog'tepa mahallasi xabarlaringiz bor va Adas Bog'zon mahallalari 3 ta mahallaga demak 15 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari tashabbusli byudjet bo'yicha ham 40 milliard so'm mablag' ajratyapmiz va qishloq infratuzilmasini rivojlantirish uchun 66.6 milliard so'm ajratilyapti. Bundan tashqari demak xizmat ko'rsatish loyihalari bo'yicha 4 milliard so'm turizm mahallasiga, 3,5 milliard so'm Gavjum mahallaga, 500 million so'm ijtimoiy ko'chamizga va 3 milliard so'm yo'l bo'yi loyihalar infratuzilmasiga ajratilyapti. Bu yerda mana 3 ta loyihani bizlar taqdim qilganmiz. Birinchisi bu o'rmon xo'jaligi hududida, ya'ni Ilmobod mahallamizning hududi, mana rais buvani ham ko'ryapman. Demak, shu mahalla hududida ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha tabiat bag'rida 6.3 milliard so'mlik dam olish zonasi barpo qilinadi. Ko'pchilik xabari bor. U yerda asalarichilik festivalini o'tkazib, butun xalqimizga mana shunaqa bir ekoturizm zonasi borligini ko'rsatib bergandik. Ikkinchisi bu demak Urgut erkin iqtisodiy zonani Toyloq filiali, ya'ni Xo'ja qishloq massivida joylashgan 15 gektarga yaqin yer maydonimiz bor. U yerda ham demak o'sha qayta ishlash loyihalarini amalga oshirish uchun 21.9 milliard so'm ajratilyapti. U yerga ham juda katta investorlarni olib kelishni biz reja qilganmiz. Yaponiyadan, Janubiy Koreyadan u bo'yicha ham hozir muzokaralar bo'lyapti. Bu 21.9 milliard hurmatli deputatlar bu infratuzilma uchun hurmatli prezidentimiz ajratib beradilar. Uchinchisi bu Darg'om kanali bo'yi, ya'ni sohil bo'yi deyiladi. Bu demak o'sha Juma bozor massivimizda, maskanimizda Darg'om kanalining bo'yida 6.3 milliard so'm sohil bo'yi maskanini barpo qilish ajratilyapti. Biz uni demak joyida ham borib ko'rdik. Bugun o'sha hududda Juma bozor mahallalari bilan 60-maktabda uchrashuvimiz bor. U yerda ham shunga alohida to'xtalamiz. U yerda ham shu Darg'om bo'yida xalqimizga bir dam oladigan bir so'lim go'shaga aylantiramiz. Keyingisi. Demak, driver loyihalarimiz bo'yicha mana bizda 156 kilometr mablag' ajratilyapti. Bizda mana Adas yo'lida bizning loyihamiz bor. Demak, 1.4 kilometr ochiq kollektorda u yerda biz ishlarni boshladik. Yil yakunigacha 96 ta loyihani amalga oshirish biz o'zimizga reja qilganmiz. Demak, 256 milliard so'm bu o'sha infratuzilma uchun davlat byudjeti ajratilyapti. Qolganini tadbirkorlar bilan biz ham hamma infratuzilma olib kelib bersak, o'sha 96 ta obyekt ishga tushadigan bo'lsa, kamida 150 ta ish o'rnini biz o'sha mo'ljallayapmiz. Yo'l bo'yida 24 soat 24/7 rejimida ishlaydigan bir mana pastda loyihasi qo'yilgan, xaritasi ham qo'yilgan, qaysi yo'nalishdaligi. Nasib bo'lsa, bu yerda ham bir hurmatli prezidentimiz mana Andijon tajribasi bunga alohida to'xtaluvdilar. Bizning tumanimizga ham bir yangi loyiha sifatida kirib keladi. Keyingisi. Demak, A377 yo'lida bizda mana Bog'ozon mahallamiz bor. Shanba kuni demak barcha tadbirkorlar bilan uchrashuv qildik. Bu yerda biz alohida loyihamiz bor. Demak, o'sha hududdagi barcha tadbirkorlik subyektlarini demak faoliyatini rivojlantirish, mana 10 qo'lda loyihani e'tibor bergan bo'lsalaringiz, 2 qavatli qilib, zamonaviy qilib biz loyiha qildik. Kimnidir majmuasi 1 qavatli, kimnikidir 2 qavatli, kimnikidir 3 qavatli. 3 qavatlarni loyiha beramiz, 1 qavatlarni 2 qavatli qilib bir zamonaviy shahar ko'rinishiga kelish bo'yicha mana loyiha qildik.
2 kun oldin viloyat hokimimizga ham buni axborot bergandik. Juda qo'llab-quvvatlandi va tadbirkorlarning o'zi ham shundan manfaatdor, chunki bu loyihada asosiy ko'zlangan maqsad o'sha hududdagi kamida 10 ta mahallaga mana shu markaz bir nima deydi, dam olish maskani sifatida xizmat qiladi. Shu hududdagi mahallalar shu yerga kelib dam oladigan hududga aylanadi. Va qolaversa bu hududda demak bizda xalqaro magistrallar o'tgan va ularga ham xizmat ko'rsatadigan bir zamonaviy xizmat ko'rsatish obyektlari yo'lga qo'yiladi. Bu yerda investitsiya dasturi doirasida demak 2 milliard 511 million so'm ajratilyapti. O'sha infratuzilma obyektlariga yo'laklarni qilish, kommunikatsiyalarni to'g'irlash va yana bitta axborot sizlarga mana shu demak A377 yo'limizni kapital o'sha rekonstruksiya qilish bo'yicha mana shu tashkiliy sessiyada To'xtabov Xudoynazarov masala ko'targandiki, mana shu masala juda xalqimizni qiynayapti. Shu bo'yicha ham alohida rejalar olib borilyapti. Ya'ni bizlar mana shu yo'lda infratuzilmasini yaxshilash uchun Yaponiyaning JICA granti jalb qilingan. Mana 3 kun oldin biz yaponiyalik ekspertlarni qabul qilgandik. Mana shu ko'chani loyihasi ham bo'lyapti. 4 polosalik bir zamonaviy yo'l bo'ladi va o'sha yo'lni bo'yida ham bu Bog'izog'on mahallamizga qo'shimcha ravishda biz infratuzilmani ham rivojlantiramiz. Keyingisi. Demak, men yuqorida aytganimdek, bu Ilmoboddagi loyihamiz mana o'rmon xo'jaligimiz hududida juda ham bir so'lim joy 426 milliard bu qo'shimcha demak driver loyiha bo'yicha ajratilib, ikkita yo'nalishda biz jami 11 milliard so'm mablag' yo'naltirilyapti. Mana shu hududda mana e'tibor bergan bo'lsangiz, ichimlik suvini tortish, piyodalar yo'lakchasi qilish, o'rindiqlarni tayyorlash, ko'cha chiroqlarini o'rnatish, sun'iy ko'l tashkil qilish, oqova suv tarmog'i hamma dasturlar uchun mana alohida 426 milliard so'm mablag' ajratilyapti. Ya'ni bu hudud yil yakunigacha nafaqat bizda mahalliy turistlarimizga, balki xorijliklarga ham xizmat qiladigan bir yaxshi maskanga aylanadi. Ham biz hozir reja qilyapmiz, ham mahallaning ichiga boradigan yo'lni tartibga keltirishni, ham o'sha Shredder deydi, o'rmon xo'jaligidan keladigan yo'lni ham biz tartibga olishni rejalashtiryapmiz. Keyingisi. Demak, bu qarorimiz bo'yicha 392 qarorimiz bo'yicha demak Xo'ja qishloqdagi 15 gektar bo'sh maydonida demak qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash loyihasi yo'lga qo'yiladi. Men yuqorida ta'kidladim, alohida mana bunga ham demak mablag' ajratilyapti. Ichimlik suvini tortishga, oqova suviga, avtomobil yo'lga va gaz tarmog'ini tortishga bu bo'yicha ham jami demak 245 ta ish o'rni, jami demak investitsiya mablag'lari 21 milliardni tashkil qiladi. Keyingisi. Bu yuqorida aytilgan demak o'sha o'rmon xo'jaligi loyihamiz. Keyingisi. Bu ham yuqorida alohida ta'kidlandi. Endi bu 3 ta loyihani alohida ketma-ketlikda qo'yilyapti. Bu ham o'sha Juma bozoridagi demak sohil bo'yi loyihamiz, Darg'om bo'yida. Mana yana bitta yaxshi loyiha mana shu 392-qarorda qayd qilingan. Bu yillar davomida mana shu Bog'izog'on kanalimiz ta'mirtalab bo'lib kelgan va mana shu ta'mirtalab bo'lgan kanalimizni ta'mirlash uchun mana shu qarorda tasdiqlandi. 35 milliard so'm ajratilyapti. Bu yerda o'sha hududda joylashgan 9 ta mahallani biz ilg'i qilmoqchimiz. 9 ta mahalla boradigan yo'lini bizlar demak yo'llarni ham tayyorlaymizda. Kecha mana shu birinchi sektor hududidagi mahallalarimizga, faollarga, oqsoqollarga taqdimot qildik. Kanalni o'zini o'sha hozir juda kanal kichrayib ketgan. O'sha kanalni kengaytirib, mutaxassislar bilan fikrlashgan holda ham kanalda suv yurishini tartibga olamiz, ham o'sha kanal bo'yida alohida hozir loyihachilarimiz ishlayapti. Demak, loyihalashtirish ishlarini ham o'sha xizmat ko'rsatish loyihalarini ham qo'yishni rejalashtirgan. Ya'ni kanalni o'zi tartibga kelish bilan birga uni atrofida ham xalqimizga xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Keyingisi. Demak, bu Shopilot mahallamiz hududida bizning zahiramizda 2 gektar yer maydonimiz bor. Bu yerda ham 9 ta lot belgilaganmiz. Mana bitta yaxshi loyihani hozir ustida ishlayapmiz. Ya'ni Vengriyadan ona tovuqlarni olib kelib, mana shu yerda o'zida o'sha ko'paytirish loyihasini rejalashtirganmiz. Bu bo'yicha mana 5 million dollarlik loyihamiz bor. Undan tashqari 9 ta loyiha qilishimiz kerak. Mana shu ishlarni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 6 milliardga yaqin mablag' ajratilyapti infratuzilmani tartibga olish uchun. Mana yuqorida aytilganda elektr tarmoqlari, avtomobil yo'li, ichimlik suvini tartibga olish, oqova suv tarmog'i uchun demak
alohida mablag' ajratilyapti. Keyingisi. Bo'ldimi? Demak, jami hurmatli deputatlar, jami yuqorida aytganimdek 75,2 milliard so'm hurmatli prezidentimiz tomonidan taqdim qilinyapti. Bizda mana shu loyihalarimiz uchun biz agar birgalikda hurmatli deputatlar bilan jamoatchilik bilan agar mana shu loyihalarni amalga oshirilishini birga nazorat qiladigan bo'lsak, men o'ylaymanki, yil yakunigacha bizni hududimizni ishsizlikdan va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha hamma asoslarimiz yetarli. Hozir mana juda katta ish olib boryapmiz. Mahallalarda har bir xonadonga daromad manbaini shakllantirish bo'yicha, demak, alohida xizmat ko'rsatish loyihalari bo'yicha ishlayapmiz. Chorvachilik loyihalarini ishlayapmiz. Endi hurmatli deputatlar, bugun shunaqa imkoniyat yaratilyaptiki, uyda daromad qilsa ham, uydan o'tirib ham ko'chaga chiqmasam daromad qiladigan imkoniyat paydo bo'lyapti. Faqat biz shuni xalqimizga mana hurmatli prezidentimiz tomonidan 10 dan ortiq 13 ta moliyaviy instrumentlar belgilab berildi. Mana yaqinda 23-yanvarda bo'lgan bir tarixiy video selektor yig'ilish bo'ldi. O'sha kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan va mana shu video selektor yig'ilishida hurmatli prezidentimiz bu yil barcha darajadagi rahbarlarga, hududiy hokimliklarga asos qilib berdilarki, xalqimizni daromad bilan ta'minlash uchun subsidiyalar, ssudalar berish bo'yicha aniq manzilli ro'yxatlari tasdiqlandi. Biz o'zimiz ham juda jiddiy tayyorgarlik ko'rdik. Hokim yordamchilari bilan birma-bir tahlil qilib, qaysi xonadonga qoramol olib kelinadi, qaysi xonadonga demak zotli qo'y olib kelinadi yoki zotli echki olib kelinadi, qaysi xonadonga parranda olib kelamiz. Hammasini xonadonma-xonadon ro'yxatini shakllantiryapmizki, birorta xonadon daromad manbaisiz qolmasin. Bugun shu uchun hamma asoslarimiz yetarli. Bugun bir narsaga ishonch hosil qilishimiz kerakki, bugun olib borilayotgan islohotlar xalqimizni rozi qilishga qaratilgan. Agar biz barcha darajadagi rahbarlar, mana kecha men alohida islohotlar shtabini ham muhokamasini o'tkazdim. Agar har bir mahallaga biriktirilgan rahbar, vakil, u qaysi idoraning rahbar bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga belgilangan vazifani bajarsa, ishni tashkil qilsa, yaratilgan sharoitlarni o'sha yerga yetib borishni tashkil qilsa, instrumentlardan foydalansa, biz xalqimizni daromad bilan ta'minlashga hamma asosimiz yetarli. Eng asosiysi bag'rikeng xalqimizda davlatimizga bo'lgan ishonch, hurmatli prezidentimiz islohotlarga ishonchi bor. Faqat biz shuni nima deydilar, realizatsiya qilib, joy-joyiga qo'yib, juda ham nima deydilar, sidqidildan xizmat qilishimiz kerak. Hozir mana sizlar bilan uchrashishdan oldin, sessiyaga kirishdan oldin hurmatli prezidentimizning qarorlari qabul qilindi. Buyuk davlat arbobi Amir Temur bobomizni 690 yilligini keng nishonlash bo'yicha yurtimizda va bizga bu bog'liqlik jihati Amir Temur bobomizni o'sha bog'lari, salobatli bog'larning eng yaxshilari bizning hududimizda bo'lgan. Davlatobod bog'i Davlatobod deydi, bog'i Zog'on deydi. Biz mana shu sanaga ham munosib tayyorgarlik ko'ramizda, sababi 9-aprel bizni tumanimiz ham tashkil topgan sanasi. Shunga hozir mas'ullar bilan ham kelishib oldikki, biz tumanimizda qanday tayyorgarlik ko'ramiz. Bu yil umuman tumanimizda tub burilish yili qiladigan bir katta rejalarimiz bor. Agar hammamiz hamjihat bo'lsak, ham fikr bo'lsak, xalqimizni birdamligini his qiladigan bo'lsak, men o'ylayman oldimizga qo'ygan vazifalarni bajaramiz. Ertaga biz hurmatli viloyat rahbarimiz oldida taqdimotga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ya'ni bu yil Toyloq tumani barcha tumanlarda bizning tumanimiz misolida qanday qilib biz ishsizlikdan, kambag'allikdan xoli hududga aylantiramiz. Mana hozir qaror loyihasi regulationga qo'yildi. Kelgusi sessiyada buni sizlarning hukmlaringizga havola qilamiz va mana shu qarorda ham aniq bandma-band qaysi mezonlar asosida, nima asosida biz xalqimizni daromad bilan ta'minlashni aniq demak rejasini taqdim qilamiz. Agar bugungi taqdimot bo'yicha, bugungi demak axborot bo'yicha fikrlar, savollar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarning fikrlaringizni eshitishga tayyorman. Savollarga javob berishga ham tayyorman. Eng katta masala bu jamoatchilik nazorati. Biz hurmatli deputatlardan faollik kutib qolamiz. Mana Dilafruz orzuyini eshitib boshlagandan keyin ham ancha harakatlar sezildi. Kecha mana shu birinchi sektor hududidagi mahallalar bilan gaplashganimizda ham xalqimiz ham mana ijobiy qabul qilyapti. Hurmatli deputatlarning tashabbusi bilan elektrdagi muammolarga turtki bo'ldi, harakat bo'ldi. Mana mahalliy byudjetdan mablag' ajratilyapti. Endi navbat ichimlik suvi deb kelishdik. Ichimlik suv masalasiga ham agar biz yondashadigan bo'lsak, men o'ylaymanki, xalqimizni bir mushkulni oson qilib, o'sha davlat islohotini kiritib boradigan qilamiz. Savollaringiz, fikrlaringiz, marhamat, men eshitishga tayyorman.
Bormi hurmatli deputatlarda sessiya qatnashchilarida fikrlar? Juma bozorida mana mahalla raislari o'tiribdi. Biron fikrlar yo'qmi? Hurmatli deputatlarimizda? Ha? Tushunarlimi? Endi hamma islohot mana ko'plab endi mutafakkirlarning hikmatlari bor, hammasi hamjihatlikka bog'liq deydi. Ahillik bor joyda baraka bo'ladi. Agar hamjihat bo'lsak, hammamiz o'zimizni yo'nalishimizni, o'zimizni uchastkamizni bir tartibga oladigan bo'lsak, menimcha xalqimizni ham rozi qilishga erishamiz. Rahmat, e'tiborlar uchun. Rahmat, Feyz Rahmatullayevich. Kun tartibidagi masala yuzasidan doimiy komissiya xulosasini bildirish uchun so'z tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Sidiq Farhod Ma'rufovichga beriladi. Marhamat, Farhod Ma'rufovich. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Hozir mana tumanimizda hokimi Bekzod Rahmatullayevich slaydda hammasini ko'rsatdilar. Bizga gapiradan gap ham qolmadi. Bu kecha doimiy komissiyada ko'rib chiqdik. Mana shu tumanda men 3 oydan beri deputat ishlayman. Mana shu 6 oydan beri desak bo'ladi, yil boshidan bunaqa summa berilgan emasda o'zim men ko'rib hayron qolyapman. Yana uni ustiga deputatlarga ham 25 milliondan hokimimiz tomonidan pul ajratildi. Bu o'sha joylardagi mahallalarda eng o'sha aholiga kerak bo'ladigan narsalar sarflanish bo'yicha. Buni e'tirof aytsak bo'ladi. Hokimimizga katta rahmat. Hozir mana shu bozordan Lenasdan qatnaymiz biz o'zimiz ham, misol uchun birinchi sektor qatnaydi. Ertalab agar sal kech qolsak, yurib bo'lmaydi. E'dan bir yarim soatlik 1 soat ketar kechikib kelamiz dedi. E'tirofsa kelamiz. Mana shuni men bu narsani shu To'xtobod tomonidan taklif qilindi, lekin tumanimiz hokimi tomonidan viloyat sessiyasiga qo'ydirilib, mana 90 milliard shu yo'lga pul ajratildi viloyatdan. Bu juda katta narsa. Mana to'rt palasa yo'l bo'ladi. Hozir taqdimotda ko'rsatdilar. Ham infrastruktura rivojlanadi, ham odamlar hozir o'zi so'rayapti, haqiqatan shu rostmikan? Shu bozorda to'rt palasa yo'l bo'ladimi deyapti. Bo'ladi, shunaqa bo'lgansa bo'lsa deydi, bizlar deydi qo'shimcha yana qilamiz, magazinimizni yaxshilaymiz. Haqiqat shu yo'l bo'ladigan bo'lsa, endi bulardan qanchaga qo'shilyapti. O'shida mashinalar o'tib tiqilib qolganiga bo'yna o'shdagi savdolar ham, bozor ham qisqarib qolyapti. Agar to'rt palasa o'tirib shunday bo'lsa ham bitta narsaga xursand bo'ldik. Mana hokimimiz aytdilar, bozorni shaharchasi qilamiz dedilar. Buni bozorliklar juda hali bilan kutib olishdi. Bizlardan endi joylarda yuramiz, masjidlarga borib savol-javob qilyapmiz. Haqiqatan ham shu bozor shunaqa bo'ladi. Men aytdim, bu narsa avvalo bir niyat, yaxshi niyat. Ikkinchi, ko'rgan bo'lsalaring, Jomozor yo'lini mana shu tumanimiz hokimi avgustda kelgan bo'lsa, bizlar ham borganimizda bular ko'plar buzmaydi bo'ylavdik-da. Gaplashyapmiz, yo'q, buzmayman deyapti. Lekin o'sha yerdagi noqonuniy buzilgan hammasi buzildi. Chiroyli shahardek bo'lib qoldi, yo'llar ochildi. Mana bu haqiqat narsa, bu qo'shimcha emas, maqtash emas, bor narsa-da. Endi bozordan xudo xolasa shunday qilsak, tumanimizda ikkita asosiy yo'li shahardagi bo'lib, qolgan tumanlar havas qiladigan tuman bo'ladi. Hozir mana shu taqdimotda qilingan 75 milliard 5 ta loyihaga qo'yilyapti. Mana shunga biz kecha doimiy komissiya ko'rib chiqdik. Menimcha buni hamma ma'qullasa kerak. Yana ham sizlar bilan havola qilamiz. Buni men o'zim bo'lsam 2 marta ma'qullayman. Chunki o'zim ish tomonidan tumanniki qolgan joylarga ham ta'siri bor. Adas yo'liga mana shu loyihalarga o'zlaringizni munosabatlaringizni bildirishlaringizni so'rayman. Rahmat, e'tiborlaringiz. Rahmat, Farhod Ma'rufovich. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan savol va takliflar bormi sizlarda? Savollar bo'lmasa, qaror loyihalari qo'llaringizga tarqatilgan. Ushbu masala yuzasidan qarorlarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, qaror bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 4-masala Xalq deputatlari Toyloq tuman kengashining 2024-yil 27-dekabrdagi Tayloq tumanining 2025-yilgi mahalliy byudjetini tasdiqlash to'g'risidagi 7.4.021.7.104 K/24 sonli qaroriga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishimiz kerak. Bu masala doimiy komissiyada muhokama qilingan. Ruxsat bersalaringiz,
ushbu qarorni ham qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar? Betaraflar yo'q. Ushbu qaror ham bir ovozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi 5-masala. 2026-yilda To'yloq tumani bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarning marhamat Zafar Bo'lmonovich. Assalomu alaykum. Rahmatulloh, hurmatli deputatlar. 2026-yil To'yloq tumani bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish yig'imlarini stavkalarini tasdiqlash bo'yicha masala kiritilgan ekan. Mana kecha ham o'sha doimiy komissiyada aytib o'tildi. Endi bu yerda bitta yangilik bor. O'tgan 2026-yildan boshlab bu savdo ruxsatini beruvchi huquq, ya'ni o'sha ayrim turlar bilan faoliyat bilan shug'ullanish uchun, ya'ni alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun ruxsat beriladigan yig'im summasi tumanning mahalliy byudjetiga tushadigan bo'ldi. Shu uchun o'sha deputatlardan shu summa tasdiqlanadigan bo'ldi. Hamda mana qonunchilikka binoan mahalliy byudjetga tushadigan o'sha tushumlarni, jumladan mana bu alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi uchun yig'imni minimal va maksimal undiriladigan stavkani deputatlar tomonidan 20% gacha o'zgarishligi bor. Shundan kelib chiqqan holda bugun biza kiritganmiz alkogol mahsulotlarini chakana realizatsiya qilish uchun bir oyga har bitta xo'jalik yurituvchi subyektdan 300 ming so'm bo'lgan holda 20% ga indeksatsiya qilsa agar, ya'ni 360 ming so'm to'lanadigan miqdorda belgilanishi. Umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish oylik stavkasi yig'imdagi 150 ming so'm. Bu ham xuddi shunda 20% ga indeksatsiya qilganda 180 ming so'mga to'g'ri keladi. Mana shu taklifni kiritganmiz. Endi tumanimiz bo'yicha jami alkogol mahsulotlarini realizatsiya qiluvchi 25 ta subyekt mavjud. 2025-yilda bu xo'jalik yurituvchi subyektlardan viloyat byudjetiga jami 102 million 249 million so'm summa tushgan. Endi 2026-yilda indeksatsiya bilan, ya'ni o'sha 20% ga agar ko'payadigan bo'lsa, bu qariyb 110 million 120 million so'mga to'g'ri kelyapti. Bu summa ham to'lig'icha mahalliy byudjetga tushadi. O'tgan yil 25-yilda bu summamiz faqatgina to'g'ridan to'g'ri viloyat byudjetiga tushgan, отчисление bo'lmagan. Endi bu summaning ham o'zgarishi yil davomida o'zgarishi mumkin. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda o'sha sonni faoliyatiga qarab agar ko'payadigan bo'lsa, yana ko'payadi. Endi muhimi o'sha prezidentimiz tomonidan mana shu qonunchilikka o'zgartirish kiritilgandan keyin qo'shilgan qiymat solig'ini 20% hamda mana bu alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi to'lig'icha mahalliy byudjetga yo'naltirilishi, bu ham bizni mana shu tumanimizda mahalliy byudjetga tushumni oshirilishi hamda mana shu hokimimiz tomonidan o'sha belgilangan xalqimiz oldida turgan vazifalarni bajarishga bu ham yordam bo'ladi. Shuning uchun bizlar 20% ga oshirish taklif kiritdik. Hurmatli deputatlar, ushbu kun tartibidagi masala ham doimiy komissiyada o'rganib chiqilgan. Kun tartibidagi masala yuzasidan doimiy komissiya xulosasini o'qish uchun so'z mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Siddiq Farhod Ma'rufovichga beriladi. Marhamat. Shu masalani ham kecha doimiy komissiyaga ko'rib chiqdik. Endi mana stavkalarni bu tushadigan summalarimiz o'zimizda tumanning resmi byudjetga tushadi, o'zimiz tomonidan ishlatiladi. Bunga men taklifim bor.
taklifim shundan iboratki, har bitta mahallada sotiladigan spirtlik do'konlar mavjud. O'shalardan biz qo'shsak agar 50 ta mahalla bo'lsa agar 50 ta ishchi o'rin ham qo'shiladi. 50 ta boyagi o'rtacha 2 million hisoblasak, yana 100 million byudjetga qo'shimcha keladi. Bu ham o'zimizning byudjetga tushadi. Bu birinchi masala taklifim. Ikkinchi taklifim, hozir bitta narsa ommalashyaptiki, plastik kartochka. Biz savdo qilib borsak, terminalim ishlamay qoldi, klikingiz bormi deydi. Ha borsangiz mana plastik tashlab oling deyapti. Hozir soliqni tashabbusi bilan xolis paynit hammasiga ochildi tadbirkorlar. O'sha xolis paynitdan orqali biz bulovni qildirsak, ularga ham qulay 1% bo'ladi. 1 milliardgacha o'sha xolis paynitdan tadbirkorlarga tushadigan 1 milliard so'masidan soliqqa 1% tortiladi. O'sha ham qonuniy bo'ladi. O'shani mana bizlar tashabbus bilan qilib turib borgan qilgan savdomizga shu narsani tashkillashtirishimiz kerak. Lekin ko'pchilik baribir savdo xodimlari o'ziga shu qancha manfaat bo'lishini istab, faqatgina shu plastik tashlab bering, plastik masalasini shuni xolis paynitga o'tkazishimiz kerak. Bu ham taklif bo'ladi soliqqa. Bundan ham o'sha 1% summa o'zimizning местный byudjetga tushadi. Bu ham mana shu tumanimizning rivojlantirishga sarflanadi. Ushbu loyihani ko'rib chiqdik. Mana shu loyihalar hammasi qo'lingizga berilgan. Shuni munosabat berishingizni so'rayman. Rahmat. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan savol va takliflar bormi? Zafar Boymonovich yoki bo'lmasa Farhod Kamarov savollar bormi? Marhamat. Hozir tumanning 25 ta shu aql maqsadlari realizatsiyasini ushlaydigan tadbirkorlik subyektlari mavjud. Men o'ylashimcha, tumanimizda maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, tadbirkorlik bu raqam ancha katta bo'lishi kerak. O'ylashimcha 25 tadan ancha ziyodroq bo'lishi kerak. Ya'ni shu masalani bir ko'rib chiqsangiz, byudjetga qo'shimcha to'lovlar ham ko'proq bo'ladimi deb o'yladim. Yana bormi savollar, tavsiyalar, takliflar? Qo'shimcha bo'ladi. Narsa hozirda mana shu hurmatli prezidentimiz mahalliy byudjetlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mana qarorlar qabul qilingan 26-dekabrda 387-sonli mahalliy byudjetlar va byudjet tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirish, byudjet intizomini kuchaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida mana bitta tahlil qildik. Yanvar oyida hozir aytilgan mana Sog'liq inspeksiyamiz rahbarining aytgan hisobotiga qo'shimcha bizda demak bozorlarimiz faoliyat ko'rsatadi tumanimiz hududida. Mana shu bozorlarni tushumlari ham 2026-yildan boshlab mahalliy byudjetga tushadi. Yanvar oyida moliya organlari bilan demak Sog'liq inspeksiyani tahlilini qo'ydik. Mana bir oyda 91 million so'm qo'shimcha manba aniqlandi. Ya'ni ular beradigan rejadan tashqari qo'shimcha 91 million, agar 1 yilga hisoblaydigan bo'lsak 1 milliard 50 million so'm qo'shimcha demak manba paydo bo'ldi. 1 milliard qo'shimcha mana shu hurmatli prezidentimizni bergan bizlarga imkoniyatlari o'sha ularning rejasidan tashqari yana qo'shimcha 1 milliard manba paydo bo'ldi. Shuning uchun tavsiya bo'ladi Farhod akaga deputatimizga mana shu byudjet doimiy komissiya sifatida mana shu prezidentimiz 387-sonli qarorlari bor. Shu qarorda bir doimiy komissiya qanchalik bu hozir hurmatli deputatimiz ham to'g'ri savol berdi. Qanchalik bu demak qaror bizni hududda amal qilyapti, qanchalik bu mahalliy byudjetga bizga manfaat keltiryapti. Doimiy komissiya bir tahlil qilsa, keyingi sessiyalarda buni ham bir ijrosini ko'ramiz. Tushunarli. O'tiringlar. Hozir tursak bo'ladi. Zafar Boymonovich, doimiy komissiya raisimiz Farhod Ma'rupovich Rahmatjon Rabimovning tavsiyalarini, takliflarini inobatga olishingizni so'rayman kengash nomidan. Rahmat. Savollar bo'lmasa, qaror loyihasi qo'llaringizga tarqatilgan hurmatli deputatlar. Ushbu qarorini o'z munosabatingiz bilan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar. Yo'q, qaror loyihasi bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi navbatdagi masalaga o'tamiz. Kun tartibimizdagi 6-masala Toyloq tumanida ayollar daftarida turgan 6265 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarni ayollar daftaridan chiqarish bo'yicha amalga oshirgan ishlar yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Noila Mehrojinda Qambaridinovaning hisoboti to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishimiz kerak. Hurmatli deputatlar,
kun tartibidagi ushbu masala bo'yicha hisobot berish uchun so'z tuman hokimining o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Qambariddinova Noila Mehrozinaga. Marhamat, Noila Mehrozina. Assalomu alaykum, hurmatli Bekzod Rahmatullayevich, Dilafruz Orziyevna, deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Hammamizga ma'lumki, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-martdagi xotin-qizlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 145-sonli qaror ijrosi yuzasidan ayollar daftarini 6-bosqichda kiritilgan xotin-qizlarga ko'rsatilgan yordamlar bo'yicha hisobot bermoqchiman. Dastlab o'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra 30 yoshdan katta bo'lgan xotin-qizlarimiz 2025-yilda yanvar-fevral oylarida xatlovdan o'tkazilib, jami 6265 nafar xotin-qizlar ro'yxatga olindi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar doirasida 6265 nafar xotin-qizlarga ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi vasiylik kengashi qarori asosida ayollar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan toifalar bo'yicha bosqichma-bosqich yordamlar ko'rsatilgan. Jumladan, birinchi toifaga, demak, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ishsiz xotin-qizlarimiz 1442 nafarni tashkil qilinib, shundan 276 nafari doimiy ish o'rinlariga, 450 nafari tikuvchilikka o'qitilgan, 70 nafari qandolatchilikka o'qitilgan, 25 nafari kompyuter savdxonlikka o'qitilganlar bo'lib, 350 nafari Savdo-sanoat palatasi tomonidan tadbirkorlikka o'qitildi. Bundan tashqari, Sayxunobod tajribasi yo'nalishi bo'yicha 15 nafari asallarchilikka o'qitilgan, 15 nafari chorvachilikka o'qitilgan, 25 nafari parrandachilikka o'qitilgan va 216 nafari o'z-o'zini band qilgan. Ikkinchi toifa bo'yicha yana tadbirkorlik qilish istagi bor xotin-qizlarimiz jami 68 nafarni tashkil qilinib, shulardan 58 nafariga imtiyozli kreditlar ajratildi. 6 nafar xotin-qizlarimizni kredit olishni rad etdi. 4 nafar xotin-qizlarni kredit tarixi salbiy chiqqanligi sababli kredit ajratib berishni imkoni bo'lmadi. 3-toifa bo'yicha yana boquvchisi yo'qotilgan xotin-qizlarimizni 1462 nafar tashkil qilingan bo'lsa, shularning barchasiga moddiy yordamlar ko'rsatilgan bo'lib, shuni ichida yana 3-toifamizga 31 nafar xotin-qizlarimizda uy-joy ta'miri uchun qurilish materiallari olib berildi. 4-toifa bo'yicha 2582 nafar ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan, ya'ni birinchi va ikkinchi guruh nogironligi mavjud bo'lgan xotin-qizlarimizni 1712 nafariga moddiy yordam ko'rsatildi, 870 nafariga statsionar tibbiy yordam berildi. Shundan uy-joy ta'mirlanadigan 17 nafar xotin-qizlarning barchasiga uy-joylarni ta'mirlashi uchun qurilish materiallari olib berildi. 5-toifa bo'yicha yana 6 nafar xotin-qizlarimiz uy-joyga muhtoj bo'lganlari ro'yxat natijasiga chiqqandan keyin 1 nafari ijara shartnomasini qilish rad etganligi sababli ijara kompensatsiya to'lashga imkoniyati bo'lmadi. 2 nafar xotin-qizlarimizga yangi O'zbekiston massividan 2 xonali uy-joy bilan ta'minlandi. 1 nafar xotin-qizimizga homiylar yordamida Charog'bog' mahallasida uy-joy qurib berildi. 2 nafar xotin-qizlarimiz doimiy daromadga ega bo'lmaganligi tufayli ularga uy-joy olishni ular o'zi rad etdi. 6-toifa bo'yicha 705 nafar qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandlari mavjud ehtiyojmand xotin-qizlarning 705 nafariga moddiy yordamlar berildi. Shundan 17 nafar xotin-qizlarga, ya'ni 11 475 ming so'm miqdorida tomorqadan unumli foydalanish maqsadida har biriga 50 kilodan kartoshka urug'i berildi. Jami 3, 4, 6 toifalar uchun 1 milliard 791 million 487.500 so'm mablag' ajratilgan bo'ldi. Uy-joy ta'miri uchun 48 nafar xotin-qizlarimizga 276 million 287 ming so'm mablag' ajratilgan. Daftarga kiritilgan tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan xotin-qizlarga har tomonlama ko'maklashish va sog'liqni tiklash borasida tizimli ishlar olib borilganligi natijasida 3 nafar xotin-qizlarga jarrohlik amaliyotlari va davolanish xarajatlari uchun jami 22 million 500 ming so'mlik mablag' yo'naltirildi.
Ayollar daftariga turuvchi xotin-qizlarning o'zlari va farzandlari uchun jami 13 nafariga oliy ta'limda tahsil olishlari uchun to'lov kontrakti summasi 56 million 725 ming so'm miqdoriga mablag' to'lab berildi. Bundan tashqari ijtimoiy himoyaga muhtoj, tadbirkorlik qilish istagi bor xotin-qizlarimizni psixologik treninglar o'tkazishda hamda madaniy hordiq olish maqsadida 3 kunlik Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumanidagi dam olish maskanlariga borib kelishlari uchun jami 109 million 865 ming so'm mablag'lari hisobiga bosqichma-bosqich 3 marotaba 150 nafardan iborat xotin-qizlarimiz sayohat va dam olish maskanlariga yuborildi. Shu bilan meni hisobotim tugadi. Savollaringiz va takliflaringiz bo'lsa, men eshitishga tayyorman. Noila Mehrojina, rahmat sizga. Ushbu kun tartibidagi masala doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan. Agar qarshi bo'lmasalaringiz doimiy komissiya xulosasini eshitib, keyin savol va takliflarga o'tsak. Kun tartibidagi masala yuzasidan doimiy komissiya xulosasini bildirish uchun so'z tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Mo'minova Lobar Rahimqulovaga beriladi. Marhamat, Lobar Rahimqulova. Assalomu alaykum, hurmatli prezidium, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Tayloq tumanida ayollar daftarida turgan 6265 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarning ayollar daftaridan chiqarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman hokimining o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi bo'lim boshlig'i Noila Qambaridinovaning hisoboti to'g'risida, demak, komissiya xulosasini eshittiraman. Xalq deputatlari tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati va madaniyat, sport va masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan bu masala, demak, yig'ilishda chuqur mulohazalar ostida ko'rib chiqildi. Ayollar daftaridan chiqarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman hokimi o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Noila Qambaridinovaning hisoboti to'g'risidagi masalalar bo'yicha, demak, o'qib eshittiraman. Ushbu masala hokim o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi boshlig'i Noila Qambaridinovaning hisoboti asosida eshittirildi. Demak, hisobotda ayollar daftarining 6 toifaga kiritilganligini hozir aytib o'tdi. Yuqorida bu tasdiqlandi. Xotin-qizlarning quyidagi yordam turlarini ko'rsatilganligi aniqlandi. Bitta taklifim bor, faqat ayollar daftardagi kiritilgan xotin-qizlarning 150 nafari hozir aytib o'tilgandek Bo'stonliq tumanida, demak, Xo'jakentda dam olish maskanlarida 3 guruhga bo'lingan holda, demak, dam olib kelishgan. Faqat mana shu ro'yxatni haqiqatdan ham o'sha kam ta'minlangan oila xotin-qizlarni, ayollarini jo'natishsa, demak, o'sha oilada ayol kishini kayfiyati yaxshi bo'lsa, demak, o'sha ozgina bo'lsa ham ularga nima bo'lardi? Yordam bo'lardi. Tumandagi barcha kam ta'minlangan oila xotin-qizlariga, demak, ijtimoiy va iqtisodiy yordamlar ko'rsatilganligi, demak, hisobotda tasdiqlab o'tildi. Xulosa o'rnida Tayloq tuman ayollar daftarida ko'rsatilgan 6265 nafar ehtiyojmand xotin-qizlarni ayollar daftaridan chiqarish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni ijobiy deb topdik. Shunga ko'ra, berilgan taklif va tavsiyalarni inobatga olgan holda, demak, qarorni tasdiqlashga barchangizni chorlab qolamiz va biz ham bir ovozdan tasdiqlaymiz. Rahmat. Rahmat, Lobar Rahimqulova. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan qo'shimcha savol va takliflar bormi? Qo'shimcha bordi. Lavsozida bitta masala bo'ladi. Demak, men o'rinbosarimning hisobotida mana shu toifadagi, demak, ayollarimizga, opa-singillarimizga ko'rsatiladigan yordam qayd qilindi. Endi bitta masalaga alohida e'tibor berish kerak. Mana yaqinda shu yanvar oyida Turkiyada bizda, demak, o'zbek ayolimizga nisbatan bir mudhish holat bo'ldi. Butun ijtimoiy tarmoqda juda qattiq rezonans bo'ldi. Biz o'tgan yili, demak, shunaqa reja qilgandikki, Noila Mehrojina bilan bizlar mana shu ayollarimizni noqonuniy migratsiyasini oldini olamiz. Kimlar agar chetda yurgan bo'lsa, shu ayollarning hammasini, demak, qaytarish chorasini ko'ramiz deb, mana bu yil ham kunlik mana ichki ishlardan keladigan svotkalar bor. Shunaqa ma'lumotlar kelyaptiki, mani deydi, qarindoshim deydi, bolalarini tashlab, lafzozingda
Turkiyaga ketyapti, falon joyga ketyapti, man shunga qarshiman deb ichki ishlarga kunlik murojaat qilyapti. Ya'ni xalqimizda ham shunga haligi murosasizlik immunitet paydo bo'ldiki, endi ayollar bizda nima deydi, hali millatimizda ko'rki ayollar bizani nima deydi, hamma insonni qanaqa darajada ichiga qat'iy nazar ona tarbiyalaydi. Onani o'rni ayol bizda o'zbek millatimizda ayol kishini qadri juda ham ulug'. Shuning uchun men murojaat qilmoqchi edimki, hurmatli deputatlarga va barcha faollarga, barcha hududlarda man hammani o'zini haligisi bor, okrugi bor. Shu ayollarni noqonuniy migratsiyasiga qarshi kurash bir e'lon qilsak, 2026-yil biz tumanimizda mana shu noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashsakda va barcha chetda yurgan ayollarimizni qaytaradigan bir tizim qilsak. Shunaqa reja qildikki, shu uyda nogiron bo'lgan fuqaromizga ham, men yuqorida hisobotimda ham aytdim, nogiron bo'lgan fuqaromizga ham biz daromad manbai qilishga harakat qilyapmiz. Lekin chetda yurgan ayol juda ko'p u nima deydi, salbiy oqibatlari bor. U ayolimizni o'zini demak xulq-atvori, to'g'ri ma'noda aytaman, uni jamiyatdagi nufuzi, obro'yi, uni farzandlarning tarbiyasi, uni kelgusidagi nima deydilar, hayotiga ham juda bir salbiy ta'sir qiladigan holatlar bor. Mana o'tgan yili sizlar bilan uchrashganda bir aligini men misol keltirdim. O'sha jurnalistimiz Amerikaga borgan bir ishtihollik opa bilan, ayol bilan shunaqa muloqotini tahlili qanaqa bir nima deydi, odam o'ylantiradigan fikrlar berganki, bizlar hammamiz mahalla raislarimiz, hamma faollar mana shu masalaga jiddiy e'tibor bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchisi, ayol kishini jamiyatda o'rnini topish uchun mana bu yerda o'tirgan hamma opalarimiz, hamma ziyoli, oliy ma'lumotli ega harakat qilishimiz kerak qizlarimizni o'qitishga. Ilm bilan, ilmli bo'lsa qizimiz hech qachon xor bo'lmaydi. Shuning uchun hamma shu targ'ibotga borish kerak. Mana maktablarda ham biz islohot olib boryapmizki, barcha bitiruvchilarni oliy o'quv yurtiga kiradigan qilib, qaysidir bir oilada, qaysidir bir mahallamizda shunaqa bir muhit bo'ladigan bo'lsa, bolamizni o'qitmaymiz, bolamizni, qizimizni biz turmushga beramiz deydigan fikr bo'lsa, biz uni ham bir oldini olishimiz kerakki, erta turmushga ham qarshi kurashib, butun jamiyatda mana shunga murosasizlik muhitini shakllantirishimiz. Shuning uchun deputatlarga bitta tavsiya bo'ladi, mana shu haligi qaror loyihasiga lafz orzuyini har bir deputatimiz o'zini hududida mana shu ayollarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha, demak, o'sha migratsiyada yurgan ayollarni bir taqdir bilan qiziqsak. Qani ayollarimiz nima ish qilyapti, nima faoliyat yurityapti, qanday ular bugun kun kechiryapti, qanaqa holatda ular bugun nima deydi, ruhiyati qanday holatda. Qabulimizga misol uchun migratsiyadan qaytgan opalarimiz, ayollarimiz murojaat qilyapti. Ularni ham biz masalalarni yechishga alohida e'tibor beryapmiz. Agar shu doimiy komissiyamiz Lobar Rabbim qo'lva agar bosh bo'ladigan bo'lsa, shuni ham bir o'zlaringiz tashabbus qilib migratsiyadagi ayollarimizni turmush tarzi va ularning kelgusi bir taqdiri bo'yicha bir komissiyadan taklif beriladigan bo'lsa, xuddi mana elektr masalasi, jamiyatdagi suv masalasiga bir deputatlarning tashabbus sifatida qaraydigan bo'lsak, bunda ham sizlar 2-3 ta taklif bersalaringiz, biz uni ko'rib chiqishga tayyormiz. Bitta tashabbus qilyapmiz o'rinbosarimiz bilan birga tumanimizning 4 ta burchagida bu yil o'zimizga reja qildik, ayollar maslahat markazini qilmoqchimiz. Shundaymi? Ayollar maslahat markazini qilmoqchimiz. Ularga ham huquqiy, psixologik yordam ko'rsatiladi, ham ularga o'sha bir sog'lomlashtirish markazini ham rejalashtiryapti. Shunaqa loyiha bo'lyaptiki, agar biz hammamiz kirishadigan bo'lsak, bu bizning dastlabki qadamlarimiz. Agar butun deputatlar korpusi harakat qiladigan bo'lsa, biz shu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Rahmat. Beguz Rahmatullayevich, 2025-yilda biz kengash deputatlari bilan birgalikda mahallalar kesimida o'sha ommaviy migratsiyani oldini olish, xususan o'sha ayollar migratsiyasi borasida bir qancha ishlarni amalga oshirgandik. Sizning taklifingiz asosida deputatlar bilan birgalikda 2026-yilda ham xuddi shunday ishlarni o'zimizning rejamizga kiritamiz. Hisob olamiz, takliflaringizni bajaramiz. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan qo'shimcha savol va takliflar bormi? Assalomu alaykum. No'la mehnatchi deganlarga nima savollar chiqarsa, masalan, bu yil ayollar daftarida yangi deb o'qiyapmiz. Ularni avval ijtimoiy reyestrga kiritib, keyin ayollar daftariga ro'yxatga olinadimi? Menimcha shunaqa tartib bo'ladi. Ular tartibi aniq emas, Yo'q, hozircha aniq. Xo'p. Biz boshlaganimizda yo'qda 7-bosqichda. Xo'p. Yangi qaror kelyapti, boshqasi. Rahmat.
Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiyamizda ta'lim muassasalaridan ham ishtirok etishyapti. 62-umumta'lim maktabi direktori Maktaban Nurmahmadovdan savollar bor ekan, marhamat. Assalomu alaykum Bekzod Rahmatullayevich, yig'ilish qatnashchilari. Mana O'rinbosar Noila Mehrojovnani ma'ruzalarini mana hozir tikladik, nimalarini, hisobotlarini. Menda shunaqa bir taklif tug'ildiki, mana hozir sizni fikringizdan ham aynan men o'ylab turgan narsani gapirdingiz. Ayollar uchun 4 ta maslahat markazi tuziladi dedingiz. Ularda bu ayollarni ma'nan o'sha maslahatlar berib nima qilish. Men shu bilan birgalikda bitta taklifni ham bermoqchi edimki, mana hozir tumanimizda mana qator domlar qurilyapti, ko'p qavatli uylar qurilyapti va shu uylarda qishloq joylarimizdan ham, mana shu taylog'imizda markazdan ham ayollarimiz kelib yashayaptilarda. Meni fikrim, sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. Shu qandaydir boshqa joylarga borganimizda ayollar uchun sport markazlari borda, sog'lom yashashi uchun. Shuning uchun taklif bermoqchimanki, o'sha markazda qandaydir sport yo'nalishini ham tashkil qilsak, sport insonning kayfiyatini ko'taradi, qandaydir ruhiyatini ko'taradi, hayotga nisbatan muhabbatini oshiradi. Sport bilan shug'ullangan odamlarda ayollarimizni kayfiyati boshqacha bo'ladi. Shuning uchun taklifim shundan iborat, qanaqadir ayollar uchun sport bir majmualari bir tashkil qilinsa. Men bundan javob beraman. Rahmat savolingiz uchun, muallima. Demak, men Charog'bon mahallada uchrashuv o'tkazganimda shu yerda ayollarimizdan, opalarimizdan savol bo'lgandiki, shu bizga bir fitness klub qilib bersangiz, sport bilan shug'ullanishga deganda, shu uchun o'rinbosarimiz bilan loyihalarni qayta ko'rdikda, o'sha polupodvalniy помещение bo'ladi. Birinchi qavati o'sha sport bilan shug'ullanish uchun joy qilamiz. Fitness klub qilamiz. Hozir birinchisini nasib bo'lsa Matluboytiga va'da berdik, Charog'bonda qilib beramiz, xudo xohlasa. Ikkinchisi mana Bog'zonni loyihasida kiritdik. Adas mahallamizdagi loyihaga kiritdik va Chorbog'tepada, ya'ni tumanimiz 4 ta burchagida qilyapmiz. Harakat qilamiz, haligi imkoniyatimizga qarab hamma mahallada qilamiz. Kecha seshanba kuni men o'rinbosarimga topshirib berdim. Oldindan bu masala uchun fikrlashgandik. Men Samarqand shahrida ishlagan paytim, u payt Mo'tabar opa Yo'ldoshev o'rinbosar ishlardi. Shu toylarda bir tajriba men e'tiborimni tortdi. Ya'ni misol uchun Matluboytiga o'xshagan bir faol ayol, mahallaning ayoli atrofiga bir 30-40 ta opalarni birlashtirib, bir ertalab sport bilan shug'ullanish. Ertalab o'zlari sport bilan mahallada yo'laklarda yurib, bir joyda shug'ullanib, mana shu tajribani men kelgandan keyin o'rinbosarimga topshirib berdimki, 50 ta mahallaga 50 ta trener tayinlaymiz. Mana bizda Olimpiya zaxiralari markazi bor. O'sha sizning fikringizni qo'llab-quvvatlagan holda 50 ta opalarga biz mahalliy byudjetdan pul beramizda, o'sha opalar mahallalarda shu opalarni birlashtirib, mayli yosh ulug'lar bo'lsin, yoshlarning vaqti bo'lmasligi mumkin. Yosh ulug'lar bo'lsa, opalar bir sog'lom bo'lib, dunyoqarashlari ham bir kengayib, ya bu dunyo boshqacha ekan-ku, tumanimiz rivojlanyapti ekan, yurtimiz rivojlanyapti ekan, bir yursalar, men o'ylayman, o'sha sog'lom muhitga ham ta'sir qiladi. Shuni birinchisini ligidan boshlaymiz. Charog'bondan boshlaymiz-da, opalarimiz kerak bo'lsa ularga sportivka olib beramiz. Masalan, 30 ta 40 ta opa bo'lsa, ularga sportivka olib beramiz-da, shu ertalab chiroyli bo'lib bir sport bilan shug'ullansa, matlab aytdi. Qanday bo'ladi? Boshladingizmi? 70 dan oshgan onaxonlarimizdan har ertalab necha kishi bo'ldi? Yo'lagidan aylanib, necha kishi bo'ldi? Aylanib, bunda aylanib kelib keyin uylariga kiradi. Necha kishi bo'ldi? 125 kishidan. Menga bir 50 ta qiling, men forma beraman. Kelishdik? 50 ta bo'lsa, o'zingiz ham bosh bo'lsangiz, mana siz ham yosh ulug' insonsiz. Sizlar bosh bo'lib yursalaringiz, hamma ko'rib havas qiladi. Mana bugungi zamonaviy o'zbek oilalari. Kelishdikmi? Doim yo'l tushunamdan tezlashtirish kerak. Bu yil endi nima deydi? Ayollarga e'tibor yili qilishimiz kerak. Ayollarimizni endi mana Glavs Orzuning ham kengash raisi bejiz emas. Ayollarimizni jamiyatdagi mavqeini oshiramiz. Kelishdikmi? Muallima ma'qulmi? Siz ham faol bo'lishingiz kerak. Siz ham o'sha 62-mahalla hududidagi maktab hududidagi ayollarni birlashtirishda men o'rinbosarimga aytdim. Maktablar bizlarga bir haligi qanaqadir bir tarbiya maskani bo'lishi kerak. Masalan, o'sha mahallada qiynalib qolgan, ruhan qiynalgan ayollarni maktabga bir oyda bir marta siz boshib chaqirsangiz, mana sizdan fidoyi ayolsiz. Chaqirsangiz, o'sha ayollarga sizning psixologingiz bor, yaxshi bir ziyoli bir o'qituvchilaringiz bor, to'g'rimi? Jamiyatda o'zini obro'yiga ega bo'lgan, mahallasida obro'yiga ega bo'lgan o'sha opalar bilan bir gaplashib, ularga bir hayotda achchiq tushligini tushuntirib, bugun mana shuncha o'zgarish bo'lyapti, shuncha hurmatli prezidentimiz imkoniyat yaratyapti. Keling, bizlar yordam beramiz. Hali shifokorning oldiga borganda nima deydi?
shirin so'z yarim davo deydi. O'sha oliklarimizga ham, qiynalgan opalarimizga ham, ya'ni oilasida qanaqadir bir ruhiy tushkunlikka tushganlarga ham bir yordam bersa, u ham o'sha ayolni jamiyatga qaytarish xizmat qiladi. Bu nima uchun muhim? Chunki mana endi bu yerda bir aytsa bo'ladigan fikr 2025-yil bizning tumanimizda o'sha o'z joniga qasd qilish holati haligi ko'paygan. Ayollarimiz o'rtasida, shuning uchun biz bu tadbirlarni kuchaytiryapmizki, ayollarimizni ruhiyati bilan, ayollarimizni jamiyatdagi mavqe bilan jiddiy shug'ullanmasak bo'lmaydi. Kelishdikmi muallima? Siz ham shu men o'rinbosarim yonida faol bo'lib harakat qilasiz. Rahmat. Bezur Rahmatullayevich juda bir chiroyli taklif berdingiz Noila Mehrojovnaga. Men adashmasam shu sizning taklifingizga yaqin nima amaliyot bo'lgan Rabot mahallasida Nuroniy opaxonimiz o'g'li yo'ldoshi va xotin-qizlar bo'yicha shunday. O'sha Mutobor opa o'rinbosar payti televizorda ko'rsatmoqchi ism qolibdi. Joziba deb nomlangan shunaqa. Ha, to'g'rimi? Nuroniy xotin-qizlar bilan davom ettirishimiz kerak edi. Ularning o'zlarining formalari bor, milliy bilan bir uyg'unlashtirilgan. Men juda ham xursand bo'ldim. Mana Maktub opamga so'z beryapsiz, 50 ta qizlar xotin-qizlar forma bilan ta'minlayman deb juda ham xursand bo'ldim. Qilib beramiz, biz tayyormiz. Mana charog'im boshlaymiz. Bu ruhlantirish bo'ladimi? O'ylayman hamma mahallada. Mana deputatlarimiz ham shunga bosh bo'lsalar, Nasiba Abduhalilni mana faol deputatlarimiz hamma bosh bo'lsa, biz shuni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Men o'ylayman hamma xayrixoh bu taklifga. Rahmat, Bezur Rahmatullayevich. Sog' bo'ling. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masala yuzasidan qo'shimcha savol va takliflar bormi? Bo'lmasa, ushbu qarorni ham qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar, yo'q, ushbu qaror ham bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish yuzasidan takliflar bormi? Yaxshi o'tdi. Ziyodullo Fayziyevich o'zlarining fikrlarini bildirmoqchilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Yusuf Rahmatullayevich, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Men bitta e'tirofim hamda bitta taklifim bor. E'tirofim shundan iboratki, 25-yilda bitta sessiyada deputatlarimizni sal tanqid qilgan edim, sobiq deputat sifatida. Men hozir deputat emasman, lekin sobiq deputat sifatida tanqid qilgan edim. Mana shu tanqidda hozir men mevasini ko'rib o'tiribmanki, bugungi sessiyada juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. O'tgan sessiya ham xuddi shunday edi. Unisiga ham qatnashgan edim, bunga ham qatnashgan edim. Juda bir qoniqish bilan sessiyada o'tiribman. Doimiy komissiyalar ham, kengash ham, deputatlarimiz ham yaxshi tayyorgarlik ko'rib turib, sessiya juda ham bir ham maroqli o'tdi, ham puxta, yaxshi tayyorgarlik ko'rilgan bir qoniqish bilan men kuzatuvchi sifatida taklif etilgan shaxs sifatida juda bir havas bilan o'tirdim, havas bilan tingladim. Ya'ni ma'ruzachilarning ma'ruzasini. Bu mening e'tirofim. Ikkinchisi bitta taklifim. Mana shu bugungi yig'ilishdan kelib chiqib, mana aytib o'tdingiz, Amir Temur bobomizni 690 yilligi butun mamlakatimizda keng nishonlanadi. Bu bayramga katta tayyorgarlik ko'ramiz. Ya'ni tumanimizda ham aytib o'tdingiz, 9-aprel kuni tashkil topgan. Bunga 34 yil bo'ladi. Amir Temur boboning 14 ta bog'i bor, bu tarixiy manbalarda aytilgan. Shundan ikkitasi bizga. Lekin shu 14 ta bog' hozir qolgan emas. 14 ta bog' faqatgina Bog'i Balandda Anjirzor qolgan, kamgina joy Anjirzor, Konigilda bitta ipakchilik chiqaradigan joy qolgan. Bog' qolgan emas. Lekin bizda mana hozir men proyektlarda ko'rdik, Davlatobod bog'i hududida, ya'ni shu Davlatobodga qaraydida, shu o'rmonchiligimizda qancha ishlar, yaxshi ishlar, proyektlar mana qilyapsiz. Shuni nasib bo'lsa, meni taklifim shundayki, 9-aprelgacha bu uni bir hasharlar qilsak, shuni obodonlashtirsak, yonida mevali daraxtlar eksak, bu manzarali daraxtlar eksak, shu Amir Temur bobomizni 13-bog'ini shu Amir Temur o'rmonchilikdagini Amir Temur bog'i deb e'lon qilsak. 14-bog' bu Bog'zog'on. Bog'zog'onda ham hech narsa qolgan emas. Eng chekka bog'i bu Bog'zog'on hisoblanadi. 13-bog' bu kishi, ya'ni Davlatobod bog'i hisoblanadi. Shuni mana sessiyada, mana chora tadbirlar hali bugungi qarordan kelib chiqib,
tuman hokimligini ham chora tadbiri bo'ladi. Sessiya o'zi ham bir chora tadbir belgilab olsa-ku, shu yerda Amir Temurning 13-bog'i, ya'ni Davlatobod bog'ini yaratishni taklif qilib, ham shu taklif bilan viloyatga ham chiqsak, viloyatda ham chora tadbiriga shuni qo'shsak, juda ham bir jonli bo'lardi-da. 14 ta bog' deymiz, lekin ko'rsata olmaymiz shu 14 ta bog'da. Biz shuni ko'rsatsak, albatta tumanimizda obro'ga bu obro' qo'shiladi, ham bobomizga bo'lgan hurmat juda ham bu bog'da tiklaganimiz butun, menimcha o'ylaymanki, respublika bo'yicha bir yaxshi bir tashabbus ham bo'ladi, yaxshi bir ish ham bo'ladi. Bu yerda hamma bir mana ular tayyor, manbalar tayyor, faqatgina ozgina mehnat qilishimiz kerak, tashabbus kerak. Taklifim shu. Ziyodlik rahmat. Fikringizga birdan javob beraman. Kuni kecha mana rais Hamza shu yerda qatnashyaptilar. Men o'zim Davlatobodga borgandim. Davlatobodda bizda demak zaxiramizda obodonlashtirishni demak tasarrufda bo'lgan 1 gektarga yaqin yerimiz bor. Kecha joyiga borib ko'rdik. O'sha Davlatobodga kirgan, Urgut tumanidan kirgan hududda bizlar Navro'z bayramigacha xudo xolasa endi tumanimizga kiradigan 5 ta darvoza bo'lsa, 5 ta darvozani ham bir ramziy darvoza qilamiz deb reja qildik. Mana 2 tasini qildik. Demak, shu Davlatobodga kiradigan stellarni ham kecha loyihasini tasdiqladik, joyini belgiladik va o'sha yer kirgan joyda hozir mana loyihachilar taklif berdi. Amir Temur bobomiz 12 ta bog'ini nomini qayd qilib, o'sha yerda alohida bog'i Davlatobod, bog'i Zovon deb alohida bir urg'u berib, 2 ta bog'ni biz loyihasini ko'rsatamizda, kecha o'sha obodonlashtirish boshqarmamizda demak tasarrufdagi bog'ni demak rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha mablag' ajratdik. O'zi ajratilgan resursimiz bor edi, shuni o'sha yerga yo'naltirdik. Xudo xolasa mana shu 9-aprelgacha o'sha bog'ni bir obod qilib, jamoatchiligida hurmatli deputatlarni olib borib bir ko'rsatamiz. Ikkinchisi, Bog'izovon hududi bo'yicha mana katta loyihalar qilyapmiz. Farhodga ham qo'shimcha qildilar. Mana shu yangi hayotga tutash hududimizdan kiradigan joyga u yerga bir katta bir stellaga o'xshagan bir ilgi qilamiz. Mana shu Amir Temur bobomizni bir hikmatli so'zlarni yozib, u yerga ham xuddi hozir Davlatobodga aytgandek, ya'ni bizni tumanimizga kelgan inson demak, buyuk Amir Temurda 2 ta eng chiroyli bog'i bizni tumanimizda bo'lganligini belgisini qilamiz. Buni reja qildik. Xudo xolasa birgalikda tashkil qilamiz. Bog'izog'ondagi bog' bo'yicha men shu korxonaning rahbarlari bilan gaplashib oldim. Botir aka Kazimov bilan. U yerda ham shu turistlar boradigan, mehmonlar boradigan alohida bir tashrif marshrutini qilyapmiz. Uni ham harakat qilamiz. Endi 9-aprelgacha ular bilan ham kecha kelishuvga erishdik. Hozir bitta loyiha bo'yicha ishlayapmiz. Xudo xolasa 2 ta hududda 2 ta tashrif marshrutimiz bo'ladi. Siz aytganingizdek, o'sha realizatsiya boshlandi, faqat shuni qilib, keyingi sessiyalarda buni muhokamasini qilamiz. Endi 9-aprelga Ziyodullo aka, mana siz ham tajribali insonsiz. Juda katta tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hozir Mustaqillik maydoni bo'yicha gaplashib oldik. Mustaqillik maydonida ham o'sha rekonstruksiyasini 9-aprelga tugatish bo'yicha reja qilib oldik. Umuman tumanni nima deydilarki, yoshi tumanimiz endi yosh tuman sifatida mustaqilligimiz bilan teng, shuning uchun harakat qilamiz, bir katta shukuh bilan nishonlashga. Birgalikda chora tadbirlarni ko'ramiz. Ikkita mana mahalla raisimiz ham qatnashyapti. Bular ham menimcha manfaatdor bo'lsa kerak. Butun elimiz bilan, xalqimiz bilan xudo xolasa tayyorgarlik ko'ramiz. Rahmat. Endi men yakunda bitta fikr aytmoqchi edim. Bular asosida sessiyadagi hamma masala ko'rildi. Bitta narsaga men hurmatli deputatlarni va faollarni e'tiborini qaratmoqchiman. Kecha mana shu birinchi sektordagi mahalla faollari bilan, oqsoqollarimiz bilan, nuroniylarimiz bilan, hoji ota, hoji onalar bilan uchrashganda bitta masala ko'tarildi. Mana xalqimizga bir diniy bag'ri kenglik, hurmatli prezidentimiz islohotlari, hajga, umraga borish imkoniyatlari kengaydi va bu nima deydi, xalqimiz azaliy orzusi, ko'pchilik o'sha 5 farzdan biri men muqaddas ziyorat qilishim kerak deb niyat qiladi. Mana shu niyatlar amalga oshyapti. Lekin bitta masala, biz davlat sifatida ma'lum bir tartibga soluvchi vazifalarni bajarishimiz kerak. Nimaga? Ba'zi bir mana to'y ma'rakalarni biz o'sha ilgilarni oldini olishga harakat qilyapmiz. Ziyodlar aka, bu dabdabali bo'lishini oldini olishga harakat qilyapmiz va o'zimiz bilib bilmay mana shu nima deydi, kuzatuvchi sifatidami, e'tiborsizligimizmi, loqaysizligimiz, mana shu umraga borib keluvchilar ham o'zlari bilib bilmagan holda ular ham dabdabaga yo'l qo'yadi. Biz o'tgan yil men viloyatda ishlagan paytda buni tashabbus bo'luvdi, hurmatli prezidentimizdan ko'rsatma bo'luvdiki, demak o'sha joylarda hajga borib kelgan inson yoki umraga borib kelgan inson agar juda davlati oshiqcha bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahalladagi kam ta'minlangan muhtoj oilaga yordam beradigan bir immunitet shakllantirishimiz kerak. Shuning uchun kecha birinchi
sektor hududida bo'lgan mahallalarning fikrlarini hamma deputatlarimizga havola qilyapmanki, hamma joyda shu targ'ibotni olib borish kerak. Borib kelish edi, u bir muqaddas ziyorat. Uni borib kelib bir qanaqadir bir martabaga ega bo'ldi yoki qanaqadir bir daraja bo'ldi degan narsani biz jamiyatda buni bir nima deydi, to'g'ri targ'ibotni olib borib harakat qilishimiz kerak. Hamma birlashsa, faqat hokimlik yo mahalla emas, deputatlar, butun jamoatchilik agar birlashadigan bo'lsa, menimcha shuni ham tartibga olgan bo'lamiz. Agar ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, mana raisimiz ham, deputatimiz ham o'tiribdi. Yanvar oyida, yanvardan oldin ham ikkita murojaat bo'ldi. Shu ko'pkari tadbirlarni qilish bo'yicha. O'zi bir kun oldin viloyat hokimimiz qabuliga boryapmiz. Muhtoj o'sha mahalladan muhtoj fuqaro kelyapti. Ertasi kuni murojaat bo'lyapti, ko'pkari qilishga ruxsat bering. Endi ko'pkari tadbirlarni ham o'zini bir qadriyatimiz, u ham bizani bir nima deydi, xalqimizga xos bir an'analarimiz, lekin uni ham bir o'zini g'oyasi bor-da. Lafzozim, uni g'oyasi mardlik, bir vatanparvarlik, qanaqadir bir shijoat nuqtai nazaridan bo'ladigan tadbirlar, uni ham hozir shu tadbirkorlarimiz deymizmi, shu ma'lum bir fuqarolarimiz kim o'zarga aylantirgan. Unaligi nima deydi, ortiqcha bir dabdabaga aylantiryapti. Shuning uchun biz uni tushuntirdikki, raisimiz ham menimcha to'g'ri qabul qildi. Arafasida turibmiz. Mana shu oy arafasida ham butun saxovatda xayr ehsonimizni o'sha muhtojlarga qaratadigan qilsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Endi restoranlarni, o'sha bazm o'tkazadigan joylarni ham biz o'zimizni bir nazorat tizimlarimiz bilan birga ularni qo'lga olishga harakat qilyapmiz. Lekin hali yozilmagan qonun qoidalarimiz borki, jamoatchilikda o'zini kuchi bor, jamoatchilikda o'zini ta'siri bor. O'sha jamoatchilikda ham kuchidan foydalansak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizlar kelishdik, mana kecha birinchi sektorda gaplashdik. Faqat shuni butun tuman hududida haligi jadallashtirishimiz kerak, ommalashtirishimiz kerak, hammaga yetkazishimiz kerak. Kecha siz yig'ilishdan keyin To'rayev gapirdilar, men gapirdim va shu yerda mana birinchi sektordagi deputatlar bor edi. Shunaqa taklif berdimki, bu yordamdan tashqari bu o'zingni farzandingga 10 talab, 100 talab kitob bergin. Bitta kutubxona tashkil qilgan, maktabingga kitob bergin. Mana shuni endi mana bu yerda o'tirgan faollarimiz o'tiribdi. Shu faollarimiz targ'ib qilsa, shu boradigan hajga boradiganlarga, umraga boradiganlarga endi haj bir yilda mana 50 kishi borar ekan bizdan, lekin umraga juda ko'p boryapti. Tayloq tumanidan umraga juda ham ko'p boryapti. O'sha umraga boradiganlarni deputatlar, sizlar tashkilot rahbarlari bir tashabbus bilan chiqinglar. Oldindan ular bilan gaplashinglar, borish oldidan yo kelgandan keyin gaplashinglar. Farzandiga bersin, bir kutubxona ochib bersin. O'zini farzandiga beryapti. Juda ortiqlik qilsa agar maktabiga bersin. 50 ta kitob olib bersin, 100 ta kitob olib bersin. U butun umrda qoladi bu. Mana shu narsani kecha birinchi sektorga aytdik. Endi nasib bo'lsa, bular qo'llab-qo'ltiqlasa, bular ham mana shu tashabbusda agar yoysa, agar bu ham bir tayloqda tajribasi bo'ladi. Mana endi ikkita o'rinbosarim, mana yoshlar bo'yicha, xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosarlarim, mana deputatlarimiz ham shuni bir ommalashsa yaxshi bo'ladi. Hurmatli deputatlar, ma'qulmi shuni yapsak? Rahmat. Ustoz Yodlo Fayziyevich, rahmat e'tirofingiz uchun, taklif va tavsiyalaringiz uchun. Sizda albatta deputatlik bo'yicha, rahbarlik bo'yicha juda katta bo'y tajribangiz bor. Biz deputatlar sizni yordamingizga, maslahatlaringizga so'yanamiz. Rahmat. Bezur Rahmatullayevich, hozirgi mana shu to'y masalalarini ixchamlashtirish borasida biz deputatlar, Bog'zog'on hududiga tegishli deputatlar ham kecha ishtirok etdik. Boshqa deputatlar ham hozir eshityaptilar. O'sha xalq bilan o'tkazadigan, o'zimiz saylov okrugimizda o'tkazadigan uchrashuvlarimizda ajralmas bitta mavzu, ajralmas vazifamizning bitta qismiga aylantiramiz va o'zimiz tashabbuskor bo'lamiz. Shaxsan men o'ylayman, bugun sessiyada ishtirok etayotgan tashkilot rahbarlari, mahalla raislari borlar bu yerda, hammamiz birgalikda mana shu siz aytgan takliflar bo'yicha hammamiz shu to'y marosimlarini dabdabalashtirishga qarshi kurashamiz. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiyani olib borilishi to'g'risida boshqa takliflar bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi FQ 186 sonli qarorining 7-bo'lim 26-bandi ijrosi yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'ining hisobotini eshitish yuzasidan Xalq deputatlari To'yloq tuman kengashining navbatdagi 21-sessiyasiga tayyorgarlik ko'rish vazifasi tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasiga topshiriladi. Rahmat. Sessiya o'tkazilishi yuzasidan axborot berish uchun so'z sessiya kotibi 2-Qo'rg'oncha saylov okrugidan saylangan deputat
Kasimova Kamola Ismatullayevaga beriladi. Marhamat, Kamola Ismatullayeva. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari va hurmatli deputatlar. Xalq deputatlari Tayloq tumani kengashi navbatdagi 20-sessiyasi 26 fevral kuni soat 9:45 da o'z ishini rasman boshladi. Sessiyada jami 24 nafar deputatdan 22 nafarlari qatnashdi. Sessiya ishida xalq deputatlari, Samarqand viloyati kengashi deputatlari, Tayloq tumani hokimi o'rinbosarlari, ijro organlari, huquqlarni muhofaza qilish idoralari rahbarlari, jamoat tashkilot rahbarlari, Qo'shchinor gazetasi tahririyati vakillari, tuman hokimi axborot xizmatlari ishtirok etishdi. Sessiya ishini xalq deputatlari tuman kengashi raisi Ulug'boyeva Dilafruz Orziyevna olib bordilar. Sessiya vakolatli deb topilib, rasman ochiq deb e'lon qilindi. Sanoq komissiyasi tarkibi tuzildi. Sessiya kun tartibida kiritilgan quyidagi 6 ta masala loyihasi sizlarning qo'llaringizga tarqatilgan. Vaqtni tejash maqsadida buni o'qimayman. Har bir masala bo'yicha tegishli rahbarlar tomonidan batafsil ma'ruzalar taqdim etildi. Doimiy komissiya tomonidan xulosalar belgilandi. Deputatlar tomonidan savollar va takliflar bildirildi. Kun tarkibidagi 6 ta masala yuzasidan tegishli qarorlar bir ovozdan ma'qullandi. Sessiyada belgilangan reglament asosida tashkil etildi. So'zga chiquvchilar 15 daqiqadan, savol beruvchilar 10 daqiqadan, ma'lumot uchun 5 daqiqagacha vaqt belgilandi. Sessiya yakunida xalq deputatlari tuman kengashi 21-sessiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasi amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 186-qarori 7-bo'lim 26-bandi ijrosi yuzasidan tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'ining hisoboti eshitish yuzasidan tuman kengashining ijtimoiy soha siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan tayyorgarlik ko'rilishi belgilandi. Shu bilan xalq deputatlari Tayloq tumani kengashining navbatdagi 20-sessiyasi o'z yakunini yakunladi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani yopiq deb e'lon qilaman. Ishtirokingiz va faol bo'lganingiz uchun rahmat barchangizga.
Rahmat hammalaringizga. Rahmat. Qanday deputatlar hisobida?